Falastinda rasman tan olingan hukumat bor. Mahmud Abbos raisi uni. Hamas rasman tan olinmagan. Nima uchun Hamasga aytilmadiki, sen qo'shilgin, rasman tan olingan tomonga qo'shilgin, sanlarni himoya qilaylik deyilmadi. Hamasga gaz berildi, yem qilindi. Qancha 50 ming odam, bolalar, yoshlar, ayollar o'ldi. O'yin bu, do'stlar. Endi o'yin aylanib o'rgilib, sekin endi vazifalari bajarildi. Iroq sindi, Suriyani qo'g'irchoqqa berishdi. Endi Eron kerakmi, kerak emasmi? Tahlil qilinyapti. Urilgan bombalar, urilgan narsalar hammasi ya'ni 2 kun, 3 kun oldin ogohlantirib qo'yilgan narsalarni olib chiqib ketinglar deyilgan, keyin urilgan bo'lib chiqyapti. Trump aytgan edi, men prezident bo'lsam urushlarni to'xtataman degan edi. Aytgan gapiga teskari yurdi. Nimaga? O'yinga majbur. Izrail maqsadidan voz kechadimi? Yo'q. Nimaga? E'tiqodi uni. 4000 yillik e'tiqod ularida. Voz kechmaydi, mumkin emas voz kechsin. Izrailga yetarli bir davlat chiqadi, unga qarshi o'sha o'qigan harakatni mislini qaytaradi, keyin to'xtaydi bular. Bunisi to'xtamaydi. Hadaf, ya'ni mo'ljal Turkiya. Turkiyaga qarab kelyapti hozir bular. Turkiya ko'zini ochishi mumkin endi. Turkiya ham yetarli qurollangan hozirgi kunda. Lekin o'sha parda orqadagi kelishuvlar qaysi darajaga kelgan, uni hal qilishgandan keyin Turkiyaga agar hujum bo'lsa, muammo yechilishi mumkin. Agar qiyomat yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, Imom Mahdi chiqadigan bo'lsa, bu zolimlarning uddasidan biz chiqishimiz kerak bo'ladi. Imom Mahdiga ergashib. Chunki xabarlarda shunaqa kelgan. Ya hali Imom Mahdiga hali bor chiqishiga bo'lsa, unda kimning chekiga tushadi, lekin albatta yo'q bo'ladi. Meni taxminim bo'yicha 2048-yilgacha Izrail degan davlat qolmaydi. Taxmin bu, siyosiy ko'rish. Nimaga bunaqa deyapsiz desangiz, Izrail davlat sifatida yahudiylar 100 yil yashay olmagan tarixdan. Agar qiyomat yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, Imom Mahdi chiqadigan bo'lsa, bu zolimlarning uddasidan biz chiqishimiz kerak bo'ladi. Imom Mahdiga ergashib.